Mamlakatimizda joriy yil atrof muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yili deb nomlangan. Shu o'tib borayotgan yilimizda biz shu sohani bir fidoyi insonlari bilan, ajoyib kasb egalari bilan suhbatlashyapmiz. Orzu aka Majidov Jomboy davlat o'rmon xo'jaligida mana uzoq yillardan buyon mehnat qiladi. Meni o'zim bu kishini bilganimga ham qariyb 20 yildan oshgan bo'lsa kerak. Orzu aka shu yurtimizni yashillikka burkash, dov daraxtlarni asrash, turli xil o'sha qalamchalardan ko'chatlar yetishtirish sohasida bir tajribali mutaxassis, bir seleksioner olim desam ham xato qilmayman. Marhamat Orzu aka, sohadagi ishlar haqida o'zingiz batafsil to'xtalib fikrlaringizni bayon etib o'tsangiz. Darhaqiqat Orif aka mana shu Jomboy davlat o'rmon xo'jaligi 1994-yil 8-fevralda Vazirlar Mahkamasining 62-sonli qarori bilan sanoat terakchiligini rivojlantirish, aholini yog'ochbop mahsulotlar bilan ta'minlash va ko'chatchilikni rivojlantirish to'g'risidagi 62-sonli qarori bilan tashkil etilgan. Jomboy davlat o'rmon xo'jaligini shu 1995-yildan boshlab mana bugungi kungacha sekin astalik bilan rivojlantirib kelmoqdamiz. Mana shu 2020-yilda hurmatli prezidentimizning yashil makon umummilliy loyihasi e'lon qilingan bo'lsa, shu asnoda bizning xo'jaligimiz ham juda ulkan ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Masalan, ko'chatchilikni rivojlantirib 15 xil turdagi ko'chatlardan bugungi kunda 40 xil turdagi mevali, manzarali va noyob ko'chatlarni yetishtiryapmiz. Ulardan aytadigan bo'lsam, bu ko'chatlardan safora, shumtol, zarang, tuya, можжевельник, eldor sasnasi, qirim sasnasi, qolaversa yel ko'chatlarigacha yetishtirib kelyapmiz. Va bu yilgi 2025-yilni prezidentimiz atrof muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yili deb e'lon qilgan yilda ham baholi qudrat xo'jaligimiz mutaxassislari, ishchilari butun respublikamizni tashkilotlari, ijtimoiy sohadagi obyektlarni ko'chat bilan ta'minlashda, mahallalarni ko'chat bilan ta'minlashda jonbozlik qilib kelmoqdalar. Hozirgi kunda Toshkent shahridagi 2 ta tumanga ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish vazirligi tomonidan topshiriqga asosan 2 ta tumanni yashil makon loyihasi bo'yicha ko'chat ekish uchun ta'minlab kelyapmiz. Samarqand viloyatida Bulung'ur, Jomboy, Payariq tumanlariga ko'chat yetkazib beryapmiz. Va ko'chatchilikni rivojlantirish uchun hozir yana boshqa turdagi noyob ko'chatlarni yetishtirish uchun izlanishlar olib boryapmiz. Xo'jaligimizning umumiy maydoni 1100 gektar bo'lib, shundan 300 gektari Bulung'ur tumanida, 20 gektari Payariq tumanida va qolgan qismi esa Jomboy tumanida joylashgan. Bugungi kunda mana ko'chatchilikda 5 gektar, 10 gektar, 20 gektar mana bugungi kunda ko'chatchi 25 gektarga yetkazdik ko'chatxonamizni. Bunda boya aytganimdek 40 turdagi ko'chatlar ekilmoqda va yetishtirib berilmoqda.
yaratgan bu mo'jiza o'rmon. Yashillik insonga beradi darmon. Barpo et, to'xtama, niholdan o'rmon. Bag'roq yarating, ko'p bo'lsin o'rmon. Ko'p bo'lsin o'rmon, mo'l bo'lsin xirmon. Yashillik insonga beradi darmon. Ko'p bo'lsin o'rmon, mo'l bo'lsin xirmon. Yashillik insonga beradi darmon. Har kimga nasibdir ekmoqlik nihol. Shundadir mangulik nasibang ol. Nom qolur abadiy eksang bir nihol. Faxru hurmat bilan elda mangu qol. Ko'p bo'lsin o'rmon, mo'l bo'lsin xirmon. Yashillik insonga beradi darmon. Ko'p bo'lsin o'rmon, mo'l bo'lsin xirmon. Yashillik insonga beradi darmon. Rizqimiz ulashar kasbingdan mudom. Shul sabab berilgan bizga ham imkon. Olamni asraylik, ushalsin armon. Malguga yashlasin hur O'zbekiston. Tangrim yaratgan bu mo'jiza o'rmon. Yashillik insonga beradi darmon. Barpo et, to'xtama, niholdan o'rmon. Bag'roq yarating, ko'p bo'lsin o'rmon. Bag'roq yarating, ko'p bo'lsin o'rmon. Ko'p bo'lsin o'rmon, mo'l bo'lsin xirmon. Yashillik insonga beradi darmon. Ko'p bo'lsin o'rmon, mo'l bo'lsin xirmon. Yashillik insonga beradi darmon. Bag'roq yarating, ko'p bo'lsin